Много в поле тропинок, только правда одна. Bola qaranglar, nima u? Oqlarniki. Otma. Nima qilyapsan? Axir bombasi bor.
Погоня горячей крови. Janobi general, sizga shuni ma'lum qilamanki, sir saqlashni nazorat qilmoqchiman. Shuning uchun ham siz to stavka qo'mondonlik lavozimini egallaguncha rayon sxemasini o'zimda saqlayman. Eslatib o'tay, gap bizning so'nggi mustahkamlangan rayonimiz haqida boryapti. Armiya kontur razvedkasining boshlig'i polkovnik Kudasov. Bu judayam bebaho paket. Rahmat bolalarim. O'sha sxemani topish kerak o'g'illarim. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham topish kerak. Yashirmayman. Hozir shaharda ahvol judayam og'ir. Ablava ustiga ablava. Polkovnik nihoyatda quturgan. Shunday bo'lsa ham sizlarni yuborishga qaror qildik. Tutqich bermas bo'lganlaring uchun sizlarni yubormoqchiman. Tanib qo'yinglar. Kontur razvedka boshlig'i polkovnik Kudasov. Tanisizlarmi? Burnash. Xuddi o'zi. Hozir bu murdorlarning hammasi janub tomon yo'l olgan. Ehtiyot bo'linglar. Topshiriqni hech kim bilmasligi kerak. Batafsil yo'l yo'riqni o'rtoq Andreydan olasiz. Andrey. Ha? Qanday qilib kirmoqsizlar shaharga? Greklar bilan. Yaxshi. Shaharga shovqin suronsiz kirish kerak. Bironta o'q uzmasdan. Shunday deysan. Sizga bilet sotuvchi kerakmi? U kerak edi, olib qo'ydik. Sen men ham biron narsaga yarab qolarman. U balkim yararsan. Bildingmi? Nima u ot o'yinni egasimi? Meni sherigim. Uni karpana qilib sotib olganmiz. Ishga kerak. Yana foyda ham keltiradi. Nima greklar bizni tekinga olib qo'yishadi deysanmi? Oborib bo'pti. Endi gap bunday. Ot o'yinchiga aytasan. Serdik bilan seni darhol yuzlashtirib qo'ysin. Serdik kontrrazvedkaga kirish yo'lini yaxshi biladi. Usiz bir ish qilish qiyin. Serdik. Eslab qolasanmi? Serjuk. Eslab qolaman. Juda soz. Andrey, soqish kema. Ko'zdan nariga ketolmaymizmi? Tezlat. Eshityapsanmi? Tezlat. Ulgurmaymiz. Agar ko'ngil tushmasa, aldasa bo'ladi. Baliqchimiz biz. Sera. Voy kemadagilar. O'chir motorni. O'ng tomonga o'tinglar. Arqonni bola. Xo'jayin kim? Men baliqchimiz. Baliqchimiz biz nachalnik. Qayerdan sizlar? Balakalovskidanmiz. Bunaqa havoda adashish hech gap emas. Ruxsatnomangiz bormi? Ha, bor. O'rta Andrey. Nima? O'rtoq deysanmi? Qani ko'tar qo'lingni hammang. Tez bo'l. Kerak pastga tush. Hozir tekshiramiz. Balaklavskilik baliqchilar nima tutishgan ekan.
Qo'lingni ko'tar. Shovqin qilma. Yoqa yur. Bo'l. Ofitserni chaqir. Tez. Chaqir. Janob poruchik, chaqirishyapti. Комарчаски нацвали. Nima kerak bo'lakay? Salom. Sizga bilet sotuvchi kerakmi? Kerak edi, olib qo'ydik. Men ham bir narsaga yarab qolarmi? Balki yararsan. Kuydirgan kalladek ichaymasang. Meni otim Mefodiy Kuzmich. Mefodiy amaki desang ham bo'laveradi. Seni oting nima? Danka, Daniel Shuis. Oh, juda vahima-ku. Oh. Qanaqasi bu? Sendan ko'ra durustroq odam topilmadimi? Demak topilmagan. Ishdan gaplashsangiz bo'lardi. Men Serdik bilan uchrashishim kerak. Tezroq bo'ling. Uchrashasan. Adresini bilib ol. Eski shaharga borasan. Dorixonaga yetganda Etikdo'z qayerda turadi deb so'raysan. Serdyuk o'sha bo'ladi. Meni oldimga yolg'iz o'zing kelasan, bildingmi? Bor. Janob aptekachi, salom. Janob Koshkin, frontda nima yangiliklar bor? Janoblar, Kudasov kelyapti, kontrrazvedka boshlig'i. Polkovnik Kudasov rafiqasi bilan kelyaptilar. Rafiqasi bilan? Ha, rafiqasi polkovnikni doimo ishga kuzatib qo'yadi. Shunday. Tanib qo'yinglar. Armiya kontrrazvedkasini boshlig'i polkovnik Kudasov. Janob shtab kapitan ko'cha hamma tomondan o'rab olingan. Qani bo'linglar. Etikdo'zni nima gunohi bor ekan? Shunigina. Ha. Qo'lini qo'yvaringlar. Bu juda ham ajoyib odam, o'zi boraveradi. Shunday emasmi? O'rtoq Serdyuk.
To'xtat tashlayman. To'xtatib tashlayman. Xudo rahmat qilsin. Буба. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну спроси, ты имеешь счастье? И я отвечу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Да потому что я... О! Родом из Одессы. Со мной бандит сыграл недавно сцену. Меня у дома догола... Pardon, ijozatingiz bilan qo'lchangizni o'psam. Nima? Ijozatingiz bilan qo'lchangizni o'psam. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Да потому что я родом из Одессы. Мой старший брат чудак невероятный. Перед расстрелом пел такой куплет: ой, мамочка. Но был погром, и мамы год как нет. Ой, Ардона, я иду. Я шучу. Я не могу иначе. Да потому что я... Kuku. Salom buba. Kseniya, tavba. Qayerdan kelib qolding? Danka, Yashka qani, Valerkachi? Shu yerda. Hamma shu yerda. Shu yerda? Qani? Shaharda. Ha, yana Kuku degan. Sizlar bilan qilgan ishlarim esimga tushsa, yuragim orqamga tortib ketadi. Danka sizni ko'rmoqchi edi. Ishi bor ekan. Ishi bor ekan? Meni nima daxlim bor? Aytib qo'yayki, Kseniya bu yer juda ham xavfli. Ko'kkularingizni eshitib qolishsa shunday qilishadiki, hatto buni aytishga tilim ham bormaydi. Danielni qayerda ko'rsam bo'ladi? Sizni o'zimiz topamiz. Ertalab shahar markaziga chiqsangiz bo'ldi. Yaxshi, chiqaman. Salom. Salom berdik.
bormisiz olamda? Kelib mening oyog'im bosishadi, tavba. Kechirasiz meni janob. Pulim tushib ketdi. Ko'zim qiymadi qoldirgani. Botinkangizni iflos qilgan bo'lsam, tozalatib berishim mumkin. Salom berdik. Yaxshimisiz? Artist Kastorskiy buyrug'ingizga binoan yetib keldi. Salom o'rtoq Kastorskiy. Ha, o'rtog'am bo'lib qoldingmi hali? Yaxshi. Aytib qo'yay, menimcha juda noqulay joyni tanlabsiz. Ana u uyni bilasizmi, yo'qmi? Men bilaman. Bu front kontrrazvedkasining boshlig'i polkovnik Leopold Kudasovning idorasi. Balki eshitgandirsiz. Taklif qilmagan bo'lsa ham, biz o'shanikiga mehmon bo'lib keldik. Balki siz yordam berarsiz. Kastorskiy bilan ichiga salomlar. Bilasizmi, men o'zim hazilkashman. Lekin aytib qo'yay, Daniel, bu hazil emas. Ha, hazil emas. Agar siz meni u bilan qarindosh deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Tavba, sira aql bovar qilmaydi. Bu qanaqasi axir? Semani ko'rmoqchi bo'lsam, men sizni huzuringizga qachongacha itday yugurib sarson bo'lib yurishim kerak? O'ylab topgan dahmazangizni qarang, polkovnik. Qizil josuslar qobiliyatiga ortiqcha baho berish yaramaydi. Shunday bo'lsa ham bu yerga kelishingizga to'g'ri keladi, general. Stavkada qo'mondonlik lavozimini egallaguningizga qadar. Hozircha sxema seyfda tura tursin. Men endi hech kimga ishonmayman. Qizil josuslarga kelganda general, aeroplan voqeasini unutmang. Men eng yomon vaziyatni nazarda tutyapman. Ularga paket mazmuni ma'lum. Xo'sh, bu masala yuzasidan nima chora ko'rmoqchisiz, polkovnik? Men josuslarni kutyapman. Axir ular sxemani izlab kelish kerak-ku. Yaxshisi ular sizni oldingizga emas, mening huzurimga kelishsin. Kutib olishga qurbim yetadi. Bir ofitser bor. Ziyoliga salkam yaqinroq shtabs kapitan. O'sha odam bu uyda ko'p bo'lib turadi. Meni bilishimcha u ikkita narsani, bilyard o'ynashni-yu shohimizni o'z panohingda asradigan ashulani yaxshi ko'radi. Juda ham yaramas bo'lsa kerak. U bilan til topish qiyin. Lekin o'zga imkoniyat yo'q, Daniel. Salom janoblar. Светит луна или падает снег, счастьем и болью связан с тобой. Нет, не забыть и до сердца русское поле. Xalaqit bermaydi janoblar. Сколько дорог Marhamat. Ты моя юность, ты моя воля. Что в жизни было, не сравняться с тобой. Ни леса, ни моря, ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, и твой тонкий колосок. Ой,
поле. Xo'sh, janoblar, yana talabgor bormi? Aytishga oson. Yo'q, Petr Sergeyevich, siz bilan o'ynashning qizig'i yo'q. Natijasi oldindan ma'lum. Baribir yutib olasiz. Yigitchi, biz pultiki o'ynaymiz. Bundan xabaringiz bormi? Ha, albatta, janob shtabs kapitan. Yaxshi buzib berdi. Men sizga aytsam, janob shtabs kapitan, bu siz tomonidan juda ehtiyotsizlik bo'ldi. Qarang, marhamat. Marhamat. Günüm can bola günüm. Boblatdi. Ha, Petr Sergeyevich, partiya. Ha. Xayr, janob shtabs kapitan. Hordig'imni chiqardingiz. Tashakkur sizga. Xayr, janoblar. Xayr, yaxshi qolinglar. Shtabs kapitan bilan o'ynadim. Qalay? O'rtacha. O'yinni yaxshi ko'radi, urushi bo'sh. Uni so'rayotganim yo'q. Ishning qiyini boshlaguncha. Kechqurun men uni xursand qilmoqchiman. Yaxshi ko'rgan ashulasini beraman. Shohimizni o'z panohingda asranim. Buba biladimi? Buba bilishib qo'yganmiz. Ruxsat etsangiz. Yo'q, tansa tushmaydi. Jonimga tegdinglar.
ma'zur ko'rasiz. Ijozat bersangiz, qo'lchingizni o'pishga ijozat bersangiz. Minnatdorman. Minnatdorman. Bu bir Kastorskiga navbat. Tomosha qiling. Marhamat janob. Parlament Respublikasi! Norozilik bildiraman! Kim bo'litvachcha? Barcha hokimiyat ta'sis majlisiga! Yashasin baron Vrangel! Yo'qolsin monarxlar! Alo, участок! Участок! Я из Одессы, здрасте. Хочу к вам маленький секрет, а ну спроси. Ты имеешь счастье? Я отвечу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу не могу, Zaldagilarning hammasi ham imperator janobi oliylariga aslo sodiq emas. Bu yerda har xil qalin qasanglar to'lyapti, esarlar, anarxistlar, kadetlar, yuring bu yoqqa. Плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы, и я шучу, я не могу иначе. Да потому что я родом из Одессы. Asli o'zingiz kimsiz? Sirli notanish do'stim. Sizni ikkinchi marta ko'ryapman. Meni yana hayratga soldingiz. Tanishib qo'yaylik. Shtabs-kapitan Ovechkin Pyotr Sergeyevich. Sizni ismingiz turgan gap Graf Monte-Cristo'dir, a? Yo'q, Valeriy Mixaylovich. G'oyat xursandman. Kechirasiz, meni oromingizni buzdi. Zarari yo'q, tashvishlanmang. Bunchalik ta'sir qilishini hayolimga keltirmagan edim. O'z e'tiqodingiz uchun kechirim so'rashning hojati yo'q. Bu shaharda juda kam kishi bunday e'tiqodga ega. Aytingchi, siz bu yerda ko'pdan beri yashaysizmi? Yo'q, otamni qidiryapman. U avvalroq ketgan edi. Qachon? Ha, bugun bilsam otam allaqachon Konstansiyada ekan. Yolg'iz o'zimman deng. Bechora bola. Voy. Zamon shunaqa, zamon. Aytingchi, Valeriy Peterburgni qayerda turardinglar? Zeleninada. Qo'shni bo'lgan ekanmiz. 5 yil grenadyorlar polki yotoqxonasida yashaganman. Balki siz bilan ko'rishgandirmiz ham. Darvoqe o paytda siz kichkina edingiz. Yanagangiz o'ynatarmidi? Fransuz edi. Tushunmadim. Tarbiyachim fransuz edi. Ajoyib odam edi. Avval u amakimnikida yashadi. Tobi qochgandan keyin biznikiga ko'chib keldi.
Meni qiynalishimni istamay har narsani hazil bilan o'rgatardi. O'git berib zerikmas. Sho'xlik uchun koygan bo'lardi. O'ynatgani yozgi boqqa olib borardi. Ha. Biz yozgi bog'da sayr qilishni sevardik. Ya tavba, nahot qo'shachilar yana qaytib kelmasa. Men o'sha shtabs kapitan bilan tanishdim. Tekshirib ko'rdimmi seni? Bo'lmasamchi. Men unga ota-onam haqida gapirib berdim. Qayerda yashaganimizni ham. Ehtiyot bo'l, Valerka. Bu uyda ahmoqlarni tutib turishmaydi. Biron gap bo'lsa kelib ayt. Ko'z o'ngida bekorga o'ralashma. Demak, qasoskorlar. Yaxshi, tekshirib ko'ramiz. O'sha bolaning orqasida iz qolgan bo'lish kerak. Bir azamatim qamchi bilan savalagandi. Xudo rahmat qilsin. Abjir qasak edi. Fu, bolani savalash. Abjir janchingizga keyin nima bo'ldi? Kulyapsizmi? Bekorga kulyapsiz, janob polkovnik. Gapiravering, ataman. Qulog'imiz sizda. Biz sizni diqqat bilan eshityapmiz. Bu Xersonshna cho'llarda bo'lgandi. Mening atadim qizillarga qarshi jang qilardi. Bu bolalar bizga juda ko'p tashvish keltirishadi. Juda so'z otaman. Sizni qayerdan topaman? Kalashnikov xonalardan. Nima edi? Balkim kerak bo'lib qolarsiz. Yordam bermoqchigingiz uchun rahmat. Mana ruxsatnoma. Omon bo'ling. Qasoskorlar. Siz nima deb o'ylaysiz, Pyotr Sergeyevich? Tekshirib ko'rish kerak, Leopol Sergeyevich. Balki siz kutayotgan xuddi o'shalardir. Nahotki go'daklar-ku? Bugun men bilan xayrlashgan Grigorovning adjutanti bor, o'shani avzoyi juda ham buzuq ko'rindi. Ertaga u generalni Jankoyga kuzatib qo'yadi, qo'mondonlik stavkasiga. Demak, sxema. Rahmat, o'rtoq Kastorskiy. Nega chaqirding? Biron gap bormi? Ertaga general Grigorov sxemani o'zi bilan Jankoyga olib ketadi. Nima qilamiz endi? Tushdan keyin ot o'yinchini yonida uchrashamiz. Chol bilan maslahatlashish kerak. Grinya. Endi tamomsan. Ku. Tabriklayman sizdan, janoblar. Shaharda qizillar yuribdi. Nima? Yo'q janoblar, meni noto'g'ri tushundinglar. Men shunchaki bir qizil ayg'oqchi ushlandi demoqchi edim. Xolos,
Hazırlamayı bilanda, shtabs kapitan. Kim ekan u? Yoshgina bola. Yetim o'ylaydigan bola. O'zi mushtumday, lekin ashaddiy qonxo'r. Lommim demayapti. Hozircha. Hech qisi yo'q. Kodasov tilini chiqarib qo'yadi. Bunga ishonchimiz komil. Darvoqe, polkovnik bunaqa ishga ustasi farang. Bilasizmi, zo'r maxfiy uchrashuv uyushtirilgan ekan. Uni do'stlari yetim oilashga kelgan kishi bo'lib, xuddi Kodasovni burni tagida xohlagancha ish tutishar ekan. Qo'lga qanday tushirildi? Juda ham oson. Kalashnikov xonalaridan birida Ataman Burnash degan paydo bo'lib qoldi. O'sha odam josusni yaxshi bilar ekan. Ofarin janoblar. Ana o'sha juda ham yaxshi turibdi. Tashakkur. Valeri, sizga nima bo'ldi? Hech narsa. Shunchaki hazilingizni eshitib qo'rqib ketdim. Tushunarli. Ochiq havoga chiqmoqchiman, Petsergeych. Kuzatib qo'yaymi sizni? Yo'q, ovora bo'lmang, o'zim Petsergeych. Kastorskiga kelgan bo'lsangiz uyda yo'q. Bu yerda qoqon qozoqday qaqayib turmasangiz unga yetib olishingiz mumkin. Yaqinda sayr qilgan chiqib ketdi. Uzoqqami? Qayoqdan bilay? Kechirasiz. Salomat bo'ling, janob Kastorskiy. Salom. Salom. Tushunmayapman. Botinkangizni moylatmoqchimiz. Ertaroq kelibsiz bugun. Kuzatib qo'yishga ijozat bering. Yo'q, o'zim ham ketaveraman. Ovora bo'lib nima qilasiz? Boshqa safar kuzatib qo'yarsiz. Omon bo'ling. Qo'yavering. Ovorasi bormi? Hozir sizni eltib qo'yamiz. Qachonlardir shunday bo'lishini bilardim. Nimani bilardingiz? Siz kontrrazvedkadasiz. Faqat yo'q deb e'tirof bildirmang. Jam, marhamat qilib shovqin ko'tarmang. Qarshilik ko'rsatmang. Axir men bu daqiqani umr bo'yi kutib kelyapman-ku. Aslarim, qani ketdik. Qarang, bu nima qilib? Nima qilyapsiz? Ketdik. Janob Kastorskiy, xodimlarimning sizga nisbatan qilgan beadabligi uchun uzr so'rayman. Bizning ishimizda ham xato bo'lib turadi. Agar xato bo'lsa, bemalol uyingizga qaytasiz. Bunday qo'rqinchli so'zni tilga ola ko'rmang. Qaysi so'zni? Xato so'zini. Bu xato emas, polkovnik. Men sizga kerakli odamning o'ziman. Gapingizga tushunmayapman. Keling, ochiq-oydin gaplashaylik. Men roziman. Qanday foydalanmoqsiz mendan? Yo'q, albatta buni siz hal qilasiz, men emas. Lekin men ham bir ish taklif etishim mumkin. Uni do'ndirib tashlayman. Chet elda yashin ish olib borish. Men ispan tilini o'rganaman-da, sizlar uchun ishlayman. Ya'ni masalan, Argentinada qahvaxona xo'jayini qiyofasida yashin ishlay boshlayman. Qalay? Birovda qanday bajarishim haqida shubhalamasangiz ham bo'ladi. Siz meni sahnada ko'rgansiz. Ko'rganman. Endi bu yog'ini eshiting. Kunduzi sizlardan bitta odam kelib shunday deydi. O'sha odam: sizga ofitsiant kerakmi? Javob: kerak edi, lekin odam olib qo'ydik. Odam: men ham biron ishga yarab qolarman. Javob ispan tilida:
Buenos Aires, Shlemazil, Besavanmucha. Qalay. Kechqurun bo'lsa, tansa paytda men sizlarga ma'lumot berib turaman. Qarab turing. Tamlirik balay, lamtrilik balay, lamtrilik balay, huzurimga kelish xavfli deganim ma'nosini bildiradi. Qarang. Sirni menaqa saqlaydigani bo'lmaydi. Hozir sizga bir voqeani aytib beraman, hammasi ravshan bo'ladi qo'yadi. Men 16 yoshlik paytimda dars berib turib tirikchilik qilardim. O'shanda bas o'chiring ovozingizni. Bajondim. Olib kiring. Xullas bu yoqni eshiting. Men bir qassobning xotiniga geometriyadan dars berib yurardim. To'g'ri, xotiniga emas, o'g'liga. Xotini keyin paydo bo'ldi. Gapni qisqasi, qassobning xotini ayol emas, xuddi farishtani o'zginasi edi. Nima bo'lganini bilmayman-ku, lekin meni Julietta Romeoni sevganda sev qolsa bo'ladimi? Bu voqeani albatta eshitgan bo'lsangiz kerak. Bir pasjim bo'lsangiz-chi. Bu bolani taniysizmi? Bu bolanimi? Ha, albatta, bu bola ham o'zimizdanmi? Janobi Kastorskiy sizni taniyman deyaptilar. Ha, juda to'g'ri aytasiz, janob polkovnik. Men bu bolaga botinkamni moylatib turardim. Anchadan beri tanishmisizlar? Bunaqa tanishlarni biz yaqinda Qora dengizga cho'ktirib yuboramiz. Meni bu bezordan xalos etishga sizdan o'tirib so'rayman. Men artistman, asabim juda buzuq meni. Menga bajaradigan ulkan ishlar oldidan hayajonlanish sira ham to'g'ri kelmaydi. Gapimga to'g'ri tushungan bo'lsangiz kerak-a? Tezroq olib chiqing mahbusni. Qani aytingchi, janobi Kastorskiy, botinkangizni tez-tez moylatarmidingiz? Bilasizmi, ochiqni aytish juda qiyin. Ba'zan tez-tez, ba'zan anchadan keyin, yomg'ir yoqqanda umuman moylatmasdim. O'tiring. Xo'p. Janob polkovnik, artistni qo'yib yuborishingizni iltimos qilaman. Janob Kastorskiy aybdor emasligiga imonim komil. Janob Kastorskiy ketishingiz mumkin. Mana ruxsatnoma. Katta rahmat. Ha, sizga qassobning xotinidan bo'lgan voqeani aytib beray. O'shanda siz menga har qanday muhim ishni topshirish mumkinligiga ishonch hosil qiling. Boshqa safar juda bandman, vaqtim yo'q. Ha, yaxshi, ertaga kelaman. Yo'q, kelmaysiz. Ha, tushundim. Maxsus taklif bo'ladi. Men Odessalikman, men Odessadaman, salom. Xayr, janobi Kastorskiy. Xayr. Artisini qo'yib yubordingiz. Axir ularga aloqador-ku. Bo'layagar. Ular bir to'dadan. Aytganizim-ku. Mana bugun nima narsa topdim. Kudasovga etik moylaydigan bolani taniyman deb xato qilgan ekanman degin. Yo'qsa o'lim qasoskorlar. Judayam qiziq. Bitta yarimtadan gumonsirayotganingiz yo'qmi? Yo'q, Leopol Sergeyevich. Gumonsirayotganim yo'q. Ishonchim komil. Salkam. Ko'payib ketdi. Janob, nima deysizlar? O'sha etim o'ylovchi Serdyuk va ot o'yinidagi chol bir-birlariga bog'liq emasmikan? Darvoqe, chol haqida qanday ma'lumotlar bor? 2 marta bo'ldi. Xo'sh. O'lguday mug'ambir 2 marta ham izga tushganimizni payqab qoldi. To'satdan tintuv qilsak nima deysiz? Qo'rqitib beramiz. Janoblar, ot o'yinchi xususida menda bir fikr bor.
eshitaylik qanday fikr ekan. Xo'sh, xo'sh. Bu juda oson. Salom amak. Salom. Xizmat. Menga bunaqa yomon ko'z bilan qaramang. Parolni esdan chiqarib qo'ydim. Qanaqa parol? Nima deyapsan? Nima ham deydi-ya, esda saqlab bo'larmidi? O'zim ishim boshimda osh yoturdi. Kim? Nima dedi? Bolangiz Danka. Bunga nima qildi? Yolg'iz kamerada yotibdi. Hech narsa berib yubora olmaydi. Meni ozod qilishmoqchi bo'lishdi. Ishonmaysiz-ku amaki, ammo u yerda oddiy o'g'rilarni ushlab turishmaydi. Hamma siyosiylar. Nima, ikkalangni bir kameraga qamashdimi? Juda asabingiz buzuq ekan amaki. Bizni birga hojatxonaga olib chiqishdi. O'shanda menga gapirib qoldi, "Chehrang issiq ko'rinyapti" dedi. Bo'lmasa ishonmasdi. Nima deb yubordi? Sizga aytmayman. Siz meni yuzlashtirar ekansiz ana u bilan. Sherlikdan keyingi boshliqlaringiz bor-ku. Uni bilasiz-ku, xalq oti nima edi-ya? Esimdan chiqdi. Yuzlashtirasizmi yo'qmi? Qizim, budkaga bor. Danka ot o'yinchini oldidadir. Demak, sizga kerak odam komissar o'rtoq Filimonov. Filimonov bo'lsa kerak. Adresni eslab qol. Kurortnaya 13, Chertakda. Kurortnaya 13. Qochib qo'lingni. Qoch qizim. Xotirjam bo'ling, xonim, qo'rqmang. Lo'li bolani ko'ryapsanmi? Ha. Men to'sib tur. Shayton. Otangni to'xtat. Sakra! Otmanglar, menga tiriklayin kerak. Ko'rinmayapti janob poruchik. Majaqlanib ketgan bo'lsa kerak. Balandligini qara. Juda ham vahima-ku. Shuni ayta. Otga mininglar. Tezroq otga mininglar.
Tinchlan. Mutaxassisimiz janob Koshkin. Aptekachimi? Salomatmisiz? Sizni ko'p kutdi, janob Koshkin. Salom. Olib keldingizmi? Toza fil suyagidan bu. Ish beradimi? Siz meni xafa qilyapsiz. Please. Dangan soat 4da olib chiqishadi. Qamoqxonadan kontrrazvedkagacha piyoda 5-7 minutlik yo'l. Qorovul odatdagicha. Tushunarli. Sigarlar so'zdan qaytishmasmikin? Qaytishmaydi. To'y qilishga va'da berishgan. Men bugun dangalga harakat qilaman. Sendan juda qo'rqaman, Valerka. Axir boshqa iloji yo'q. Ertaga Sxema Grigorov bilan jang qo'yib ketadi. Unda tamom deyavering. Mendan ne xotirlanasiz, o'rtoq Andrey? Men bosrashmaydi. Shtab kapitan meni do'stim. Eng yaxshi do'stim. Yaxshimisiz, Pyotr Sergeyevich? Salom. Men bugun ota-onamdan xat oldim. Shunaqa deng. Qani endi dengizga tomonlarga ketsam. Jannatga tushganday bo'lardim, lekin gunohlarim yo'l qo'ymaydi-da meni. Ammo jon berdim. Sizda bunday imkoniyat bor, Pyotr Sergeyevich. Hazillashmang, Valeriy. Shunday bo'lsa ham Konstantaga borish imkoniyatingiz bor. Iblisga iymonimni sotaman, mayli Konstantada bo'lsam bas. Iblisning hojati yo'q, ammo xaridor bor. Bir janob mustahkamlangan rayon sxemasi bilan qiziqyapti. Xohlagan haqni to'laydi. Men nima qilishim kerak? Bor yo'g'i sxemadan usul ko'chib olinsa bas. Siz pulni olasiz, shu bilan tamom. Axir siz aytayotgan o'sha sxema Kodasov xonasidagi seyfda saqlanadi. Ana ko'rdingizmi? Harbiy sirni aytib qo'ydim sizga. Kallam ketadi meni, kallam. O'zim ham biluvdim. Siz bu shaharda bekorga paydo bo'lmagansiz. Bekorga emas. Shunday. Shunday. Que se comprava, lá como eu pagava,
Без бокала, тихо слава плава, очки без фурмала, лама чамутала. Валерий Михайлович. Fojiali ravishda to'g'ri ketmaganini qarang, tavba. 9 1 4 914-yil. Urushni boshlanish yili. Lekin yana bir o'xshashlik tomoni bor. Kudasov seyfidagi qulfning shrifti bu. Xuddi o'sha seyfda saqlanadi sxema. Tushundingizmi? Tushundim. Hech narsa tushunmadingiz. Janoblar, bir minutga e'tiboringizni olaman. Mana bu yonimda turgan yigitcha qasoskorlardan biri. Qimilma! O, asab Valeriy Mixaylovich, asab. Xo'sh, Valeriy Mixaylovich. Endi siz qulf shifrini bilasiz, ammo buni go'ringizga olib ketasiz, janob qasoskor. Qayg'u bilan shuni ta'kidlashim kerakki, siz bu faoliyat uchun hali o'sib yetmagansiz. Juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'ydingiz. Mash'um xatolarga. Nimalar deysiz, Pyotr Sergeyich? Tushuna olmayapman. Tushunmayotgan emishlar. Birinchidan bo'rnashga qilgan ahmoqona qilig'ingiz. Uni sizdan bo'lak hech kim yoza olmaydi. Men darrov bilgandim. Keyin sizni janob Kastorsga nisbatan qilgan haddan tashqari mehribonchiligingiz. Bugun palasda u o'zini vidolashuv qo'shiqlarini kuylaydi. Darvoqe janoblar, eshitish kerak. Kechqurun esa u bilan albatta uchrashasiz. O Kudasov huzurida. Keyin o'rniga qo'ying, Valeriy Mixaylovich. Siz bu o'yinni yutqazib qo'ydingiz. Yutqazganimcha yo'q, Pyotr Sergeyich. Davom ettirmoqchimisiz? Albatta. Marhamat, iltifot qiling. Ruxsat beringlar, janoblar. Minnatdorman. Kiyinib bering. Mo'ljaldan yanglishmang. Valeriy Mixaylovich. Harakat qilaman, janob shtabs kapitan. Haydang tez. Kontrrazvedkaga haydang. Kasosga ma'lum qiling, shaharda qolishi mumkin emas. Polkovnik Kudasovga shoshinch axborot. Propisk. Qanaqa propisk? Galvar shaharda qizlar yuribdi. Qo'yibcha bor. Qizlar desammi? Tezroq, poruchik. Pyotr Sergeyich o'ldirildi. Nima? Bilyardxonada. Janob polkovnik, shaharda qizlar, shtab kapitan Aleshkin o'ldirilgan. Nima? Navbatchi rota oyoqqa turg'izsin. Avtomobilimni ishga chaqiring.
Darhol kuplet chartist Kasparskiy ushlansin. Xonim, xalos o'raverilsin. Qayerdasiz? Kuku. Tezroq, bironta g'amit qolmasin, hujjatlar tekshirilsin. Yo'q. Qani ketdik. Men bandman. Ketdik deyapman. Buba. Xonim! Oppo, qayoqqa ketyapsiz? Xonim, ruxsat eting, qo'lingizdan bir o'pay. Hayda! Voy jonim, ey! Urushni boshlanishi yili. Urushni boshlanishi 1900 Alo! To'xta abla! Otib tashlayman. Alo! Otmang. Janob polkovnik, ruxsat bering, men ushlayman. Urinib ko'ring ataman, lekin bilib qo'ying, bu yigitcha menga tiriklayin kerak. Ana u tomda, qizil o'ylakda, tomda, tiriklayin, uyni atrofini o'ranglar, o'ranglar.
Hayda tez. Bolalar! Bolalar! Motorni yurg'az! Tezroq! Sakra! Bolalar, buba! Buba, bolalar! Buba! Buba tirik! O'rtoq shtab boshlig'i, topshiriq bajarildi. Dushman istehkomlarining sxemasi olib kelindi. Qo'mondonlikning yangi topshiriqlarini bajarishga tayyormiz. Над степью зловещей ворон кусник кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром грянет грохот огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем.